Buxoro shahrining markaziy ko'chalari, ya'ni Kim Kriti savdo majmuasi yon tomoni 8 qavatli elitli lifli domning 7-qavatdan umumiy maydon 115 metr kvadratni o'z ichiga joylagan 2 tomonlama proyektdagi 3 xonali xonadonimizni bugun siz bilan birgalikda batafsil ko'rib chiqamiz. Asosiy kiraverish qismidan bizni shunday kattagina koridor kutib oladi. Devorlarimiz mo'ysha bo'ylarda ishlov berilgan. Proyekt bo'yicha asosiy mehmonxona, kattalar yotoqxonasi, bolalar yotoqxonasi, kuxnya, alohida bo'lgan yuvinish xonalari. Ko'rishni esa asosiy mehmonxona qismidan boshlaymiz. Ichki eshiklarimiz zakaznoy MDF, turetsik radiatorlarimiz o'rnatilgan, devorlarimiz mo'ysha bo'ylarda ishlov berilgan, xonadonimizga dekor uslubida alohida ishlovlar berilgan. Derazalarimiz 2 qavatli akva plasrumlardan maktab bog'cha xonalari dostupni joyga joylashgan. 3 xonalik uchun ideal proyekt xonadonimiz 2 tomonlama proyektdan tashkil topgan. Kattalar yotoqxonasi, hamda bolalar yotoqxonasi. Kuxnya qismimiz gazli plita, vытяжка, двухконтурный котел, turetsik radiatorlarimiz o'rnatilgan, kattagina mexki zona uchun joylarimiz qoldirib ketilgan. Siralnya hamda xolodilnik uchun joylarimiz mavjud holatda. Proyekt bo'yicha alohida bo'lgan yuvinish xonalari pastdan tepagacha to'liq kafel qilingan holatda. Hamda hojatxona. Qo'shimchasiga esa aristonlarimiz o'rnatilgan. Ushbu 3 xonali 115 metr kvadratdan tashkil topgan 2 tomonlama proyektdagi Kriti yon tomonda joylashgan xonadonimizning batafsil ma'lumoti sizlarga qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, pastki raqamlarga yoki Drujba ko'chmas mulk agentligi tashrif buyurishingizni kutib qolamiz.